Asiya qit'asi va Tashokyan bo'yidagi 28 davlatning eng chong harbiy bexatarlik majlisi bo'lgan Shangri-La munbiri 2002 yildan buyon Singapurdagi Shangri-La mehmonxonasida o'tkazilayotganligi uchun bu munbarning nomi shu mehmonxonaning nomidan atilib kelmoqda. 2023 yillik munbarga dunyodagi 50 ga yaqin mamlakatga vakolatan 600 dan ko'proq vakillar umumga qatnashgan bo'lib, buni haqiqatan bir qatamliq cho'ng xalqaro suhbat munbari deyish mumkin. Bu yilgi munbar 2 iyunda boshlanib 4 iyun oxirlashqishi bo'lgan oralikda Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatga doir masalalar vositalik yoki bevosita holda yig'inning markaziy temalardan bo'ldi. That the International Institute for Strategic Studies has invited me to deliver the keynote address at this year's Shangri-La Dialogue. Avstraliya Bosh ministri Antoni Albanese 2 iyun kuni bu qatimliq yig'inning ochilish marosimida so'z qilganda bu ahvolni alohida ta'kidladi. Uning so'zlaridagi suhbat haqidagi taqozolik navbatda borgan sari ro'shan bo'lmoqda. Chunki qaytarib bo'lmaydigan ba'zi harakatlar hamda buningga qaytarilgan inkaslar biz o'ylagandan-mu eg'ir bo'lgan oqibatlarni paydo qilishi, shundaqla dunyoni vayron qilib etishi mumkin degan qurlar dal mushu xil reallikqa qarta etilgan edi. Gerçi yaqinda Xitoy taraf Amerika Mudofaa ministrligi o'tirg'i qo'ygan ikki taraf mudofaa ministrlarining yuzturana uchrashishi va suhbatlashishi haqidagi taklifni rad qilgan bo'lsa-mu, faqatimqi Shangri-La munbarida bu hol ko'rinishga bo'lsa-mu amalga oshdi. Amerika Mudofaa ministri Lloyd Austin va Xitoyning Mudofaa ministri Li Shangfu yig'in zalida qo'l elishib ko'rishdi. Reuters agentligining 2 iyundagi xabarida aytilishicha, shu kuni Lloyd Austin ziyofatdan keyin Li Shangfu bilan qisqa suhbatda bo'lgan. General Lloyd Austin 3 iyunda yig'in ahliga so'z qilib, Tayvan masalasining oddiy masala emasligini ta'kidladi. U so'zida Tayvan uchun portlagan urushning oqibati bakmo eg'ir hamda vayron qilish xarakterida bo'lganligini eskartish bilan birga, hozirgi ziddiyat qosh bilan kirpik oraliqida emas, saqlanqili bo'lmaydigan darajada emas. Hozirgi vaziyatda ziddiyat so'zilib ketyapti. Biz hech bo'lmaganda shu holatni saqlab qolganimiz tuzuk edi. And secure Indo-Pacific within a world of rules and rights. And that vision is anchored in some key principles. Respect for sovereignty, adherence to international law. U yana Tayvan bo'g'izidagi tinchlik va muqimlikning xalqaro savdo yo'li va ta'minlash zanjirining ravonligi uchun ochqo'shlik rol o'ynaydiganligini tilga olib, bu joyda to'qinish avj olsa, buning oqibati nurg'un sohani vayron qilib o'tadi dedi. In resolving disputes through peaceful dialogue and not coercion or conquest. Shu qatamda qisqigina uchrashishdan keyin Xitoy mudofaa ministri Li Shangfu o'ziga berilgan so'z navbatida biz qarshilashishdan ko'ra suhbatlashish ko'p afzal deb qaraymiz degan mazmundagi bayonlarni sharhladi. U o'zining Xi Jinping topshirgan ko'rsatmalarni o'rinlayotganligini ishora qilgach, rais Xi Jinping qarshilashishdan suhbat a'lo. İttifaqlar o'rnatishdan sheriklashish a'lo. Yo'l oqibatdan har ikki tarafning naf og'ini a'lo deb qaraydi dedi. Bu vaqtda so'z bo'lganda Osiyo tinch o'qigan bexatarlik taqriziy jurnalining obzorchisi James Crabtree buning tasodifiy o'tirg'a chiqib qolgan fikr emasligini ta'kidlaydi. Uning qarashicha, Amerika bilan Xitoy o'rtasida yaqinqi mezgillarda qaytavashdan suhbatlashish haqida fikrlar o'tirg'a chiqayotgan bo'lib, ikki tarafning aloqador xodimlari yuzturada uchrashganda bu masala o'tirg'a qo'yilgan. Garchi buning navbatdagi darajasiga hozircha bir narsa degilib bo'lmasa-mu, har ikki taraf vaqtincha to'qinishdan ko'ra suhbatga bekaraq moyilligini ifodalagan. That are happening in private behind the scenes on the floor above. And so the question you're asking... Amerika Xitoy o'rtasidagi munosabat bu yilgi yig'indimi ancha ravon manzarini namoyon qilmadi. Ikki taraf o'rtasidagi munosabat amaliyotda o'tgan yilgi Shangri-La yig'indan buyonla ancha ravon bo'lib boqmagan. Ammo yaqinqi bir necha haftada buningda qisman o'zgarishlar ko'rilishga boshladi. Masalan, alsak Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan bilan Xitoyning diplomatiya sohasidagi birinchi nomerlik qo'mondon Wang Ye yaqinda ko'rishib, maxsus suhbatda bo'ldi. Halbuki bu yerdagi masala zade bu ikki davlat navbatdagi to'qinishga to'lgan gidirmoch vaziyatdan chiqib, tinchlik bo'yicha ish ko'rishga barobar qadam ola olamdi yo'q degan nuqtaga markazlashib qelyapti. Shundaqla yaqin kelgusida ikki davlatning oliy rahbarlari ayrim uchrashsa, bu xil to'qinish vaziyatining tinchlikka o'ylanishiga bir narsa degil bo'lmaydi. Bu qadimgi Shangri-La munbiri jarayonida rasmiy yig'indan boshqa yana mutlaq yipiq shakldagi ko'plagan ayrim uchrashishlar bo'ldi. Bularda qanday masala muhokama qilindi, biz buni bilmaymiz.
Bizga ma'lum bo'lgani bu qitimqi yig'inda o'tirib qo'yilgan fikrlarda her iki taraf hozircha to'qinishning yuqori pallaga chiqib ketishini xohlamaydiganligini Shangri-La dialogue all the more important because the US and Chinese defense ministers respectively only ever really meet with one another twice a year in any case. One of those meetings happens at the Shangri-La. Darvaqa söz aralığında Li Shangfu bazı devletler degan atalg'uni ishlatgan holda ularning qonun va xalqaro tartib masalasida o'zining qoida usullarini boshqalarga tengishga urinayotganligini ayiblagan. Shuningdek, qo'sh o'lcham usulini qo'llanib bir qism oz sondagi mamlakatlarni bo'zak qilganligini tilga olgan. Gerçi o bir memleketning nomini tilga olmagan bo'lsa-mu, u aytayotgan ba'zilar degan atalg'uning Amerika hukumatiga qartilganligi uning so'zlaridagi ba'zilar harbiy bazalarining sonini ko'paytirib, harbiy yuksalishni oshiryotdi. Shundaqla dushman yasab to'qinish paydo qilyotdi. O't ustiga yog' chechish, suvni layitib baliq tutish deganlar ularning doimlik odatiga aylanib qoldi degan jumlalardan ma'lum bo'lgan. Şunun bilan birga uning ba'zilar o'zi xohlagan yo'sinda boshqalarning ichki ishlariga aralashyotdi. Tayvan masalasi amaliyotda davlatimiz uchun yadroning yadrosi bo'lgan masaladir. Biz izchil xalqaro masalalarni to'qinish yo'li bilan emas, aksicha madorachilik va suhbat orqali hal qilishni tashabbus qilib kelyapmiz. Shunga hozir suhbatlashish to'qinishdan a'lo degan. 我们愿意以最大的诚意，尽最大的努力争取和平统一，但绝不承诺 Washingtondagi mustaqil siyosiy analizchi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Ilshat Hasanning qarashicha, Xi Jinping raisligidagi Markaziy harbiy ishlar komitetining bevosita boshqarishida ish ko'radigan Xitoy mudofaa ministrligining ministri bo'lgan Li Shangfuning bu so'zlari birdak Xi Jinpingning ko'rsatmalarini yetkazishdan boshqa narsa emas. U bu vaqtda radiomizning ziyoratini qabul qilganda Xitoyning bu xil qisman holdagi mavqe o'zgartib, tinchlikni himoya qiluvchi qiyofatiga kirib olishini, vaqtincha o'zini o'ngshib olishga vaqtni qo'lga keltirish hilisi deb qaraydiganligini ta'kidlaydi. Buning birinchisiga qo'ydiganimiz Ukraina urushi. Shuning uchun Ukraina Rossiyaningki tajovuzi va bugungi kunda Rossiyaning patqaq bitib qelishi, bu patqaq patqanni butun dunyo kuzatishi bilan birga Xitoy eng yaqin kuzatayotgan bir urush desak xatolashmaymiz. Rossiyaning mag'lubiyati aniq ko'ringaniki Xitoyga bir cho'ng ogoh bu. Mana degan vaqtida o'zi agar Tayvanga hujum qilsa, shuning o'xshash bir xil ahvolda qolish, hattoki balkim uningdimi battar bir yomon ahvolda qolish ehtimoli ko'rinib turibdi. Bu birinchi sabab. Ikkinchidan Ukrainaning bu tajovuzga agishib bo'libmi, uningdan burun Uyg'ur milliy qirg'inchiligi va Xitoyningki virus masalasi bilan Amerika g'arb dunyosi bu yerda Xitoydan mas'uliyat surishtirishni talab qildi. Mayli Uyg'ur milliy qirg'inchilikningki qatillarini bo'lsin, jazoladi va uningga javobgarlikni surishtirganda Xitoy buningga o'zininki mayli bo'yicha mang'iyadi, shuning bilan to'xtamay har xil jazolar boshlandi. Cheklamalar, jazolar jiq qo'yilganligidan bu jihatdami Xitoy hozir texnologiyadami asqashqa boshladi. Ikkinchisi hamda iqtisodiy jihatdagi cheklama va jazolar. Buningdami Xitoyni iqtisodiy jihatdan texnik o'sal ahvolga tushirdi. Xitoyning iqtisodi hozir nihoyatda tuvan, taraqqiyoti bo'libmi yillik daromad milliy kirimi tuvanlab mangdi. Shuning uchun Xitoy iqtisodiy jihatda asqashishga boshladi. Uningga qo'shilib nomratlashgan xalqi Xitoyning va boshqa erkinlik izlaydigan Tibet, Uyg'ur, Hong Kongliklar qarshilikning kuchlishiga ergishib, Xitoy hukumati texmi to'salg'ularga uchrayotdi. Texmi ko'pligan qiyinchiliklarga uchraydi. Bunda bir ahvolda Xitoy o'zininki o bronqidek o'ylig'inidek emasligini his qildi. Bu meningcha bu daqiqatimki Li Shangfuninki tuyuqsizdan azroq bo'shab kelishininki bir oq ko'rinishi deb qarayman. Ammo Li Shangfuning Shangri-La munbiridagi bu so'zlarini bir qism Xitoy mutaxassislar ancha qarshi olmaganligi ma'lum. Tayvandagi davlat mudofaasi va bexatarlik markazining muvaqqat muavin mudiri Shin Mingshi bu vaqtda so'z qilib, rais Xi Jinping ko'rsatib o'tgandek yuqori darajalik amaldorlar hamda harbiy qo'mondonlar xiristlarga qarata qattiq bo'lgan maydonni ifodalashi lozim. Ammo Xitoyning mudofaa ministri Shangri-La munbirida yumshoq boshliq qildi. Boshqalar buni asonla ojizlik deb qaraydi degan. Ma'lum bo'lishicha, Shangri-La munbiriga hukumatlarning emas, balki harbiy sohaning qo'mondonlari, mudofaa ministrlari, shuningdek savdogarlar va analizchilar ishtirok qilgan bo'lsa-mu, bu munbarda o'tirg'a qo'yilgan fikrlar ko'pincha holda shu hukumatlarning maydoni qatorida tunilib kelmoqda.